Qodirov, tabriklayman. Nima bo'ldi? O'g'il. O'g'il. Yes. O'g'limni marketolog qilaman. Nima bo'ldi? Tushib ketdimi? Ha, tushib ketib qoldi. Hech narsa qilmay. Savdo juda ham past. Hamma umid o'sha marketologdan. Menimcha uddalaydi. Ko'ryapsiz, odam yo'q, bankrotdamiz, nimadir qilib bermasangiz bo'lmaydi. Bu yerda isrofgarchilik to'lib yotibdi. Men hammasini iziga tushirib, savdoyingizni oshirib beraman. Aniqmi? Ana, menga ishoning. Xaridorlar kim bor? Aka tinchlikmi? Nima bu? Uzr, Aralashmang. O'zi ikki siq shashlik aytgan, mana ikki siq shashlik berdim. Men marketologman, men ishimga aralashmang, boring. Bo'lsa o'z ishlang. Aka, gapingizga javob bera olasizmi? Men mujikmisiz mana. Ikki siq shashlik degansiz, to'g'rimi? Men shu so'ragandim. Kim qo'ydi? Uzr, aka, qo'ying, yeydi. Siz nima qilyapman hammasi? Marketolog ishiga aralashmang, bo'ldi. Qarang, salatchilar, bodring, pomidor to'rg'agani vaqt ketadimi? Va o'sha vaqt tejab qolyapman. Qarashki, bir kunda 15 soat ishlatsa, 14 soat vaqt tejalyapti. A 1 soat ishi. Qolgan 1 soatida obed qilishadi. Bo'ladigan narsami o'zi? Zo'r, menga ishoning. Siz ham yeyvering, ishlab o'zingizdan kimnidir yasamasdan. Marketing o'ylab topganman, endi keyin har bitta sovg'a bilan qaytadi. Xo'sh, sizda nima ekan? Lalaku. Yo'q, lalaku chiqmaysiz. Tillo soat yutib olasiz, mana, tillo soat. Xo'sh, sizda nima ekan, qarang. Lalaku? Yo'q, sizga ham lalaku chiqmaysiz. Televizor yutib, televizor beringlar. Endi lalaku bor, nimaga lalaku bermayapsiz? Yo, lalakuni o'zim olib ketaman, niyat qilib qo'ydim deb. Yaxshi-da bu. Zamonaviy texnologiyalar asosida ishlab chiqariladi. Yumshoq bolaga botmaydi. Shuni men olib ketay. Bu ham marketingmi? Yo, uyda tagli tugab qolibdi. Kerak, sekin. Ko'ramiz, ha? Yaxshi. Joy bu to'lda. Bu tomonda ham joylar, bu tomonga o'tishlar ham bo'ladi. O'ting. Munchodan xattil topdi-ne? Qanaqa berishdi bu natijaga? Endi marketing o'zining sirlari bor, aytmayman. Aytchi. Qarang, sizlarda bir porsiya osh 40 ming so'm. Hisoblashda juda ham qimmat. O'shani 3700 so'm qilib qo'ydim, bo'ldi. Sen jinnimisan sen? Sen men bankrot qilasan. Sen menga foyda olib kelaman degansan. Yo'q, adashtirmang. Men sizga savdoda ko'tarib beraman deganman. Eslang. Hammasini iziga tushirib, savdoyingizni oshirib beraman deyapman. Eshityapsiz? Savdo, boshqa boy qilib yuboraman demayapman. Rost savdoda oshiraman deyapman. Ana, ko'rdingizmi?